Assalomu alaykum, hurmatli gul shaydolari. Bugun men gullarimda sirkon dorisi bilan spray qilmoqchiman. Sirkon dorisini ham ildiziga, ham barglariga spray qilaman. Sirkon dorisi juda ham yaxshi dori, tarkibida gullarni tinchlantiradigan, yaxshi o'stiradigan, barglari sarg'ayishini oldini olish uchun juda yaxshi dori vositasi hisoblanadi. O'shaning uchun bugun gullarimda hammasini sirkon bilan spray qilmoqchiman. Ana ko'rib turganingizdek, hamma gullarim ochiq havoda turibdi. Kecha kunduz o'sha ochiq havoga chiqazib qo'yganman. Men gullarimda tik quyoshda gullab yaxshi turibdi. Bugun endi bir sirkon dorisi bilan dorilab olamiz ham ildiziga qo'yib. Sababi bunaqa sarg'ayadigan barglarini oldini oladi, sarg'aymaydi gulingizni bargi va qanaqa gulda stress bo'lsa o'shani oldini oladi. Men gullarimda persatga qildim, ko'p gullarimda tabiiy holat stress bor gullarda. O'shaning uchun hozir bu dori bilan dorilaymiz va bir haftadan keyin oziqaviy dori, universal dori bilan sug'arib chiqamiz. Uni ham sizlarga video qilib ko'rsataman. Hozir bu sirkon dorisini biz tayyorlab olamiz. Bu ampulada bo'ladi. Orqasida dozasi yozilgan. Necha litr suvga qancha solishingiz yozilgan. 10 litr suvga 2 mg deyapti. O'shani tayyorlab olamiz hozir. Doza oshib ketmasligi kerak. Har qanday oziqani ham dozasini oshiraversangiz gulni bariga kuyadi, ildizi kuyadi. O'shanga qarab e'tiborli bo'lib qo'llanmani o'qib tayyorlashingiz kerak. Ana ochib oldik, o'shanaqa ampulada bo'ladi. Hozir men 1 litrga tayyorlayman va yana 3 litrga tayyorlashim kerak. Chunki gullarim ko'p, soni hozir yetganicha 1 litr tayyorlab olamiz. Suvga 1 litr suvga men 2 tomchi tomizyapman. Ikki tomchi tomizdim. Ko'p sovursangiz bo'lmaydi. Endi buni yaxshilab qo'zg'alashimiz kerak. Hozir dalshi buni bir sira quyib olamiz gullarga va keyin sprayga tayyorlaymiz. Yaxshilab aralashtirib oldik. Hop, endi buni gullarimizni ildiziga qo'yib chiqamiz. O'z-o'zidan hamma gullarni ildiziga qo'yib chiqishimiz kerak va keyin barigiga spray qilib chiqamiz. Bu hamma gullarga ketadi. Bemalol hamma gullarga ishlasangiz bo'ladi. Gul tanlamaydi. Giron, jamiki xona gullari qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar hamma gullarga yaxshi foyda beradi. Hozir buni endi spray qilishga tayyorlab olib, sizlarga dalshi ko'rsataman. Bu dorini tayyorlaganingizda shunaqa ko'pirtib ketadi, shunaqa bo'ladi. Hammasiga ertak o'z-o'zidan quyib chiqasiz, ko'p qo'ymaysiz. Yana bir narsa, agar qo'yishdan, dori berishdan oldin, bir kun oldin sug'orilgan bo'lish kerak gullaringiz. To'g'ridan-to'g'ri quruq to'proqqa dori qo'ymaysiz. Agar quruq to'proqqa dori beradigan bo'lsangiz, gulni ildizini kuydirib qo'yishingiz mumkin. Endi gullarimizni barigiga purkab chiqamiz. Hammasiga qo'rqmasdan bemalol purkayvering. Buni ziyoni yo'q. Barglari sarg'ayishini oldini oladi. Juda ham yaxshi foydasi bo'ladi. Bir sinab ko'ring, ishlatib gullaringizga foydasi bo'ladi albatta. Stressdan chiqaradi. Agar tuvagini yangilagan bo'lsangiz, albatta ildiziga ham, barglariga ham sepib chiqsangiz juda ham yaxshi foyda beradi. Tezda stressdan chiqib olib, o'zini tutib olishga yordam beradi.
Hurmatli Gulshaydolari, videomiz ma'qul tushgan bo'lsa bittadan like bosib qo'yishlaringizni so'raymiz. Video kengroq tarqalishi uchun keyingi videolarda uchrashguncha xayr sog' omon bo'linglar.